Assalomu alaykum, hurmatli aziz kitobxon. Men bugun sizlarga o'zbek adabiyotining yirik vakillaridan biri, mashhur yozuvchi va publitsist Tog'ay Murodning Otamdan qolgan dalalar romanini taqdimotini qilib bermoqchiman. Tog'ay Murod 1948-yil 2-yanvarda Surxondaryo viloyatining Denov tumanida tug'ilgan. U bolalik yillarida qishloq hayotiga yaqin ko'rgan. Aynan shu muhit uning asarlariga kuchli ta'sir ko'rsatgan. Uning asarlari Yulduzlar mangu yonadi, Oydinda yurgan odamlar, Otamdan qolgan dalalar, Momo yer qo'shig'i nomli katta asar va romanlarni yozgan. Bu asarda bosh qahramon Qodir Mirzayevning bolalik xotiralari, otasidan qolgan dalalar, ota-onasini mehnati bilan tiklangan yerlar haqida tasvirlanadi. Qodir Mirzayev otasidan qolgan dalalarni to'liq tortib olinadi. Yerlarni kolxozga olamiz degan bahonalari Mansur va boshqa amaldorlarning adolatsiz qarorlari, nohaq ayblovlari, tazyiqlari va tahdidlarga duch keladi. Qodir Mirzayev yolg'on ayblov va adolatsizlikka qarshi yolg'iz o'zi chiqadi. Qodirning turli idoralarda aylanib haqqini talab qila boshlaydi. Bu asar 10 bobdan iborat bo'lib, Qodirning butun hayoti davomida ruhiy iztirob, alam, adolatsizlikka qarshi yolg'iz o'zi kurashadi. Yerlar unga qaytarib berilmaydi. Asar fojiaviy holda yakun topadi. Roman markazida bu asarda turgan qahramonimizning taqdiri, qismati, ruhiy dunyosi, ona yeri kindik qoni to'kilgan muqaddas tuprog'i bo'lgan mustahkam bog'liq, mehnatkash, zahmatkash inson bosh qahramon hayoti haqida so'zlab beriladi. Jamoliddin ota Surxonni aqrab tarixidan boshlaydi. Chunki bobo ota tarixini eslamay, so'zlamay turib, Dehqonqul xizmati haqida ma'no mohiyatini anglatib beradi. Oq podshoning istilofi tug'ma mehnatkash dehqon, iymon e'tiqodi bo'lgan Qodiriyning mashhur qahramoni Obid Ketmonga ilhomlanadi. Jamoliddinning mehnatkashligi uning ketmonini dovrug'i orqali ta'riflaydi. Bu qarashda mehnatdan bosh ko'tarmaydigan, toat ibodatdan boshqasini bilmaydigan, banda-i mo'mindek ko'ringan bu odam yurt taqdiri haqida ham o'ylaydi. Vatan tuyg'usi, iymon e'tiqodi, insoniylik sha'nini baland tutadi va yurtini pokiza tuprog'ini, tinib oqib turgan suvlarini bulg'anganligini ko'zida namoyon qiladi. Bu asar qahramoni oxiri bu adolatsizliklarga chidolmaydi. Oxirgi nimasi fojiaviy yakun topadi. Men sizlarga Marg'ilon shahar axborot kutubxona markazimizda Tog'ay Murodning Otamdan qolgan dalalar kitobini kelib, o'zlaring o'qib ko'rishlaringni tavsiya etaman. E'tiboringiz uchun rahmat.